bular ishni boshladi. Qo'l abet qoldi. Nima bo'lyapti? Bersayin. Mana bunisi hali uxlamasdi. Voy, Nima bo'lyapti? Ha, tishdingmi? hali kuyib ketdi. Oydan buyon boqaman. Yetayinlar. Qanaqa insofsiz? Bir oy bo'ldi. Ha, qilamizmi? Ish berganing yo'q. Faqat yeysan, ichasan, yotasan. Yeysan, ichasan, yotasan. Opa, bu bo'ldi. Tugatamiz. Kiyimlarimizni berib oling, bo'p ketamiz. Kiyimlarimizni berib oling. Uyingizni ham yelkamiz shukurni ko'rsin. G'alati odam ekansiz. Boring. Bitayinlar. Voy, kuyib ketdim. Voy. Bir ish bergan yo'q. Belimga yomon urdi. G'alati xotin ekanmi? Belimga yomon urdi. Kecha ovqat yemay yo'l tepchisi. O'zingga tepchisan. Ya ota. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ota, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ota. Ota. Mabodo uyingizda ish yo'qmi mana? Biz haqiqiy ishchilarmiz. Bir kunda ishingizni bitirib beramiz. Ya ana qo'shni Tojin akanikida ishlatgan sizlarmi? Ya bitta kichkina qurilishni eplab berishamading-ku. Qanaqa ishsan siz yerlar o'zi? Ish yo'qmi ota? Ya bora. Qo'shnisi ekan deb. Alo. Ha ota. Keldim, mana teatrda olsa, o'sha kelishgan joyda turibman. Ha, kelavering. Hop. Mana bola-ku. Mana qara. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oting nima edi? Arslon. Voy, Arslan, ja qo'rqinchli ekan isming. Ya uyalmaysanmi? Kim huquq berdi bizni? Qishloqqa borib, yaxshi ustamas deb ustimizdan ig'vo tarqatishga. Shu bo'ladi. To'g'ri-da. Nima to'g'ri? Betayinga o'xshab yotasanlar, ovqat yeb turib. Kerak bo'lsa biz har kuni ishimiz bor. Yuribsan-ku o'zing dangasiga o'xshab sherra yeb. Hech ham yurganim yo'q. Ne? Men ham ish olganman, hozir otaxon keladi, zakalat olganman. Yo'q. Ha, shu vaqt ish Seni olganman. ishga chaqiradimi? Sizlarni chaqirganda meni chaqirmaydimi? Hech kim chaqirmaydi. Yaxshi usta hech qachon ko'chada qolmaydi, tushunlaring? Assalomu alaykum. Assalomu Qanday alaykum. olim? Yaxshimisiz ota? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Keldingizmi? Ha, keldim. Ketdikmi? Ketdikmi? Ha, ketdik. Ya qarang otaxon. Bir daqiqa. Bu bolani nima qiladi? Xabar. Nima qilish kerak o'zi, ota? Shuvoq qilish kerak. Mana biz qilamiz. O'sha shuvoqlarni hammamiz qilamiz. Shu bolani qarang, biz uchalamiz 3 soatda tugatamiz. Bunga ishonmayman, aka. Qancha bo'ladi? Ishonmaydi buni. Yo'q, men unga zakalat berib Ha, ota, labzingizdan qaytmang lekin. Qo'shib, o'zimiz aloq qilib beramiz. Kelishdi. Ota kelsin. Ota, belabzni qilmang lekin. Endi o'g'lim o'sha zakalatga roziman, xafaman, to'y qilyapman. Tezroq tugatishim kerak-da. Odam podonmas ekansizlar ey. Keldik. Shu bizning hovli bo'ladi. Zo'r ekan, zo'r. Yaqinda loyni oldik tomga. Lombaz bo'ldi bu yerda. Ha, lombaz bitgan. Bitgan, xudo xolasa bitgan. Endi mana shu lombazdan qolgan loy. Ha, bola loylar a? Lombazdan qolgan loy. Shuni yig'amiz. Somonni qo'shasizlar yana. Mayda somon ana. Yetmasa somon mana yana olasizlar. Shuni qo'shasizlar. Yaxshi. Shu nima kerak bo'lsa, suv kerakmi, boshqa kerakmi, hammasi joy. Mana yonlaringda olib qilasizlar. Xo'sh. Bu kalamday g'ish kecha bo'lyaptimi?
Qanaqa kallangda, qanaqa kelsak? Loy bu, loydan qolgan. Ko'p gapirma. Hisob kitob shunaqa bo'lgan. Biz yig'ib, tozalab, mana loy qilib suv bersak bo'ldimi, otaxon? Ha, bo'ldi. Hammasini bet qilamiz. Ko'ngilni to'q qiling. Yaxshi. Zo'r bo'ladi. O'g'lim, menga qara. Boyadan beri shu g'ashim kelyapti-da senga qarab. Xo'sh. Nima basharani bunday bujmaytiraverasan? O'zing binoda yigit ekansan, gavdali, chiroyli, ha? Qo'lingda qashlaysanmi? Nima bu? Ama yoshligida dergilli bo'lgan. Dergilli, men bilaman. Ko'p gapirmanglar. Dergilli bo'lgan. Otaxon, hammasini yes qilamiz. Joyida qo'yamiz. Lekin asosiysi kelishib olaylik. Tushlik masalasi nima bo'ladi? Bo'ldi. Tushlikdan xavotir olmanglar. Tushlik bo'layapti. Mana shu tovuqlarni xo'jayini xo'rasi so'yganman. Bemehr odam ekansiz a. Nimaga? Mishmiz? Jo'jalarni cho'qlab tashyapti. Xullas mana senlarga dimlama bo'lyapti. Ovqat tayyor tushlik. Yaxshi ishlasalaring kechki ovqat ham bo'ladi. O'g'lim, Muhiddin. Ben qara. Ha, ota. Kel bak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ustalar. Tanishib olasanlar hozir. Endi men hozir ketishim kerak. Akbar rais chaqirgan. Xo'p. Mahallada men ham oqsoqolman. Obro'yim o'zimga yetarli. Maslahatga chaqirgan. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Mahallamizni obodonlashtirish ishlari bo'lyapti. Yaxshida yaxshi. Shunday rov boraman, rov kelaman. Yaxshi. Senlar ishni boshlayveringlar. Nima kerak bo'lsa, nima xizmat bo'lsa, o'g'limga aytasanlar, qiladi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Boshlanglar. Xo'p, yaxshi boring. Qara. Otaxon sog' bo'ling. Yaxshi borib keling. Xudo xolasa, juda chiroyli ekan. Endi ishni boshlaymiz. Qani, ismingiz nima dedingiz? Muhidin. Chiroyli ism ekan. Bizni ham qo'shimiz bor. Muhidin degan chin mehnatkash bola. Hozir otangiz nima dedi? Nima xizmat bo'lsa qilaveradi o'g'lim dedimi? Qo'yil. Endi men qarang, hashari ko'pchilik bo'ladi. Endi shuning uchun mana kiyimlaringizni almashtirib olasiz eskisiga-da. Birgalikda mana yerda tezda hashari tugatib olishmiz. Axir bu xonadonda biz emas, kelajakda siz yashaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun To'g'ri. o'zing uchun o'rgatyapman-da. Shunday. Qani boringlar, sizlar ham kiyimlarni almashtirib olinglar. Hashari boshlashimiz kerak. Tezroq. Qani. Tushunmadim. Nimaga sen kiyimingni almashtirib beribsan? Nima? Nimaga sen kiyimingni almashtirib beribsan? Yur sen ham. Garrangmisan? Garrang? Hozir quloqing eshitmadimi? Ko'zing ko'rmadimi? Nima deganlarimni? Men o'zimga bilan ish topdim. Mana bu uy egasi Muhiddin bor-ku, men uchun ishlaydi. Kerak bo'lsa o'zingga ish top. Ko'p gapirmada borib kiyim almaydi. Men o'zimga ish topdim. Aralashasan menga. Ishlaydi bo'lib. Hani keldilarmi? Keldik. Hani almashtirib oldilar. Zo'r bo'ldi. Hani yaxshi. Loyni kim qiladi? Mana men ham o'zimga ish qurol topib oldim. Samonni yuqorisidan olishga yaxshiroq, olib kelib samonsiz yugurib olib kelib beraman. Men ichkarida o'sha yoyilib ketgan samonlar bor-ku, to'plab turaman mana. To'g'ri aytadi. Kelamiz ichkarida ishlaymiz. Ichkarida ishlaymiz, ha? Yaxshi. Bundan ko'rinib turibdi-ku, bu ketmon egasi Muhiddinjon siz ekansiz. Yashang. Bu umringizda loy qilganmisiz? Yo'q-a? Endi mana bizning tajribali ustozlardan bilim olasiz. Aytishganku, yoshlikda olgan bilim toshga o'yilgan naqshlardir. Uka, o'zi nechiga kirgansan? 30 ga kirdim aka. Yosh ekan, yosh ekan. Yosh. Endi men qarang. Mana tuproqlarni yoqqa tortib, ana katta kesaklarni maydalaysiz. Mana bu yigit, somon olib beradi. Ben Suv tashiyman, suv. Ana suv tashib sizga yordam bo'ladi. Biz bu yerda turib maslahat berib turamiz. Qani, boravering. Qarang, to'xtang. O'zi bu uy kimning uyi? Meniki aka. O'zing uchun o'lyatim degan-ku. O'zingiz uchun harakat qilmasangiz kim uchun harakat qilasiz? To'g'ri. Qani boshlang. Biz bu yerda turib maslahat beramiz. Yashang. Mana endi. Yo'q, Soboy. Choyboy yo'q aka, choyboy. To'g'ri aytadi. Tuturuqsiz. Hali hech bola bo'lmasa turib choy so'raydi, hali ish boshlanmasdan, beta'sir. O'zi
chaqirib turibmiz, indamay o'tiribmiz. Ishni boshlab olaylik. Yetamiz. Bega qara, sen ham ko'p aralashmagin. Ko'z. Ko'zanayni qara. Buni oppoq, bitta shaharda sensan. Ikkinchi ko'rmay, yetib qo'y. Xo'p. Ko'zanayni yetib qo'y. Xo'p. Choy desa yomonmi? Ha, yaxshi ketyapsiz. Yaxshi, ha, ana shuni tozalavering. Xudo, suv kerak emasmi? Yo'q, aka. Ha, suv kerak bo'lsa aytaverasiz, shetamiz. Yo'q, aka. O'tin, somon kerakmi? Yo'q, aka, yo'q. Ha, ketmanda qattiqroq ura, boshi og'rimaydi ketmanda ye. Asal. Yo'q aka. Xudo qachon ishlaysanmi? Suv desiz, g'izillatib borib kelaman suvga. Yaxshi, kelin, xonman, kelin. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Yashak. Nima ovqat qilyapsiz? Sizlarga shiringina dimlama tayyorlayapman, xudo xolisa. Ey, yashak, qo'lingizdan ko'rmasin. Vaqtim allaqachon bo'lib qoldi. Tushlik vaqti ham bo'lib qoldi. Tezlashtiravering, xo'pmi? Bo'ladi, charchamanglar. Shirin qovuraver, yaxshilab qovuraver. Yashasın. Bu xudo seni ham ishing zo'r bo'lyapti. Suv kerak emasmi bu xudo? Yashasın. Islomota yo'q edi. Islomota ana unga guzarga ketdi. Hashar bo'lyapti ekan. O'shaga ketdi. Ha, tinchlikmi? Eshagini so'rab chiqdim. Dalaga o't o'rishga ketayotgandim. O't ortib kelaman. Yaxshi. Qo'shnisimi siz? Ha. Ismingiz nima? Bahromjon, Nima ish qilasiz? maktabda ona tili adabiyotdan dars beraman. Yachak. Bu ona tili adabiyot o'qituvchisi degani she'riyatga qiziqadi degani. Menimcha she'r beram yoztirsangiz kerak-a, ha? Yozasizmi? Yozaman. Hasharchi ketirdik-ku. Ha, biz hasharchi keldi deb o'ylabmiz. Ha, bu bir eshelik chiqadi. Eshelik she'rdan. Ha? Vaqtni ortga surib bo'lmas. Qadrlagin har lahzani, payti kelib tushunarsan, keyin afsus chekib yurma. Zo'r she'r ekan. Qanaqa zo'r, qisqa ekan she'ringiz bor. Shunga ozgina jumla qo'shib qo'ysangiz bo'lar ekan. Yoshligingda ichib yurma. Ulg'ayganingda dalalarda yotib yurma. O'shadan qo'shib qo'ying. Ana. Boshqa she'rlaringiz yo'qmi bodo? Bor. Muhabbat haqida. Muhabbat, men qarang. Biz ham yoshligimizda shunaqangi sevgi muhabbatga muttalo bo'lganmiz, ukajonim. Qizlar orqamizda taqtaqachab qoladi. Yuraganmisiz yo bo'ydamisiz? Bo'ydoqman. Ayting, she'rni ayting chiqadi. Gullar ochilsin dillarimizdan. Qo'shiqlar kuylanar tillarimizdan. Bu ko'ngil nelarni istamas deysiz. Muhabbatga oshno bo'lgandan keyin. Ukajonim. Men borku, ana bojalar guruhini taniysizmi? Bilaman. Jahongir Qozijon Taniyman. ukam bo'ladi. Men ko'p san'atkorlarni oshlag'an. Ana Hamdam Sobirov borku, maktabimda ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'lgan. Mal maktabimda borur. Ukam bo'ladi. Choyxonada gapimiz. Kimni qo'ng'iroq qiladi? Men ko'tarmayman, vaqtim yo'q. Ana yana chiqqan qo'shni bor, Jaloliddin Ahmadaliyev borku. Nurafshon shahrida yaqinda amfiteatrda konsert beryapti. Bizni ham taklif qilgan. Ukajonim, xohlasak boramiz, xohlamasak yo'q. To'g'risi, siz ham borku, ana zo'r she'r yozasiz. Husanjon, hozirgi she'rlarga borku, 100 million pul beradi. Bitta she'rga 100 million pul. Ana she'rlaringizni olib borib ularga bersam, ana 100 millionlik bo'lib qolasiz, xudo xohlasa. Usta akalar, hormanglar, yaxshimisizlar? Salomat bo'ling. Bahromjon, yana keldingizmi eshak so'rab? Voy, tunov kuni, va alaykum assalom. Tunov kuni eshakni olib ketgan kuningiz va 3 kun deganda bazor adrang yetib keldi uyga. Bo'ldi, sizga eshak bermaymiz. Boring, akangiz ham uyda yo'qlar. Ketavering, tez boring. Eshak yo'q boshqa. Yo'q, so'ramay qo'yaring. She'r yozar ekan. Voy, hali bitta she'rga 100 million so'm beradi deydilar. Yo'qda shuncha pul beradimi? Hozirgi san'atkorlar katta yaxshi she'r bo'lsa, 200 million ham berib yuboradi. Og'aynim bo'ladi meni. Kelin. Qarang, men ham yoshimda she'rlar yozaman-da. Mayli bitta she'r o'qib bersam, she'rlardan. Kerak, qanaqa she'r ovqatingizni qiling, qorinam bilmam yetib bordi bir joylarga. Voy, mayli, yuringlar, kiringlar ichkariga. Ovqat tayyor. Yo'q, bo'lmasa ovqat yeb olaylik. Bor ekan, she'rlaringizni ichkariga o'qib berasiz. Xo'p bo'ladi, albatta. Qani yuringlar, yuring.
Xotinjon, endi kelinimiz shoira bo'lib chiqdi-yu, ha? Endi siz mehnat qilavering. Xudo xolasa kelin mashhur bo'lib ketsa, bunaqa qilib mantiqachilik qilib yurmaysizlar, to'g'rimi? Ha. Siz ish qilavering, ish qilavering. Biz ichkarida qani she'rni eshitaylik, tushlik qiling. Yashang, yashang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bosa. Ketdik, yuringlar, yuringlar. O'zi qornim qatalab ketdi haqiqatda. Kelaveringlar. O'zim vaqtida aytgan ekanman ovqatda. Rahmat. O'tiringlar. Voy bismillah. Qani ishtinglar. Voy charchab. Ya, beta'sir o'tirib olgan joyini qara. Hurmatsiz. Nima bu yoqqa o'tirib olding? Ya, yoshi katta bo'lsa ham borku, ya hurmatini bilgin. Hammangdan joyda o'chat. Boshliqqa boshliq. Hurmatingni bilma. Ha, boshliq. Qachon qarasan? Xafa bo'lmagin lekin. Hurmatingni bilgin. Akam deb mana siyladim mana ko'pchilik oldida. Lekin keyingi safar lekin o'zinglar ko'rgin. Sizlar hozir choy ichib o'tirib turinglar, men ovqat olib kelaman, hozirmi? Yo'q, Husanjon. Kecha rosa ko'payib ketdi. Bunaqa. O'tay. Nima senga? Bosh og'rig'ini davolaydigan joy emas. She'riyat makoniga keldik hozir. Katta ishimiz turibdi. Husan, bu haqiqatan bitta she'rga 100 million beradimi? Kalla. Men qayerdan bilaman? Mana aytdi-ku. Men xotinimga aytmoqchiman-da. Bugundan she'r yoz. Majkorlik qilib o'tirmayman-da. Akalar yoqimli ishtaha. Siz nima qilasiz bu yerda? Muxotinjon, hali bir dasturxonga cho'lib taom ham suzilmasa kelyapsiz. Borib ishni davom ettiring. Aloqa qotib qoladimi? Sizniki bo'lsa. Biz nima qilamiz endi? Ishni davom Ishni davom ettirib turing, birodar. Hali bir bola yeyib olaylik. Sizga qarashamiz. Mana polvonlar turibdi. Hozir loy jigar bo'lib qolsa, shuva bo'lmaydi loy. Men bilaman uni. Bor. Ishlab turavering, hozir boramiz. Yo'lga boramiz hozir. G'alati bola ekan-a. Ovqat bormi? Kelin. Ya bu she'rni bu biladi. Bu Hasanjon, haqiqatan 100 million beradimi? Qanaqa 100 million beradi? Iya. Hozir aytding-ku 100 million. Qayerda aytib qo'ydi. Qo'ydimda, endi Haydab men. chiptir. İşimiz yaxshi ketyapti. Bu ahmoqdan bir aqlli fikr chiqib qoldi-da. Shoy sol. Hala ovqat deb tayyor qo'ydi. Hala olib keling. O'zim bitta olaver-ya. Olaver. O'zim bitta. Kelin. Qo'shlar. Kim solmoy? Qo'shlar. Ya mana salatlar. Ya mana. Oling Hasanjon. Ya bitta bo'lib ketdi. Yashang kelin. Siz shoir roman deganday qildingizmi? Ha, men yoshligimda juda ham ko'p she'rlar yozganman. Ha, xo'p bo'ladi, aytib bersam bo'ladi. Biz taomni tanovul qilib turaveramiz. Xo'p bo'ladi. Qani? Sevgi, muhabbat haqida aytib beraman, bo'ladimi? Bugun faqat muhabbat haqida eshitamiz ekanda. Kalla qo'rg'on jim o'tir. Do'st haqida, vatan haqida ham eshitamiz. Aytavering, kelin aytavering. Endi o'ziga. Soxta ishqi qolsin o'ziga. Ovqatga qarang. Gunohlari bo'ldi so'ziga. Yur muhabbat, ketamiz birga. Ishqimizda qilmay murosa. Ko'nglimni ham qoldirdi rosa. Ovqatga qarang. Yolg'iz qolishdan qo'rqmasa, yur muhabbat, ketamiz birga. Juda ham zo'r. She'ringizdan ham ovqatingiz so'ragan. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. 200 million tortada. Ana bu she'rlaringizni biz borku do'stlarimizga olib borib taqdim etsak, o she'rlaringizdan jarar, gonorar deydimi, nima deydi? Gonorar olasiz. Agar she'rlarim qo'shiq bo'lib, mashhur bo'lib ketsam, mana shu qishloqlarda qolmasdan men ham xo'jayinim bilan birga shaharlardan uy olib yashasam bo'larkan-da. Bo'ladi. Endi kerak bo'lsa borib. Qarang. Labbay. Xo'jayin bo'yniga kelib o'tirasizmi? Biz bilan birga ketaverasiz. Qayerga? Shaharga? Biz yomon xayolga bormang. She'rlaringizni toptiramiz. Hofizlarga, o'tlarga. Undan mashhur bo'lasiz. Sen Tanishlaring ko'p-da. men xo'jayiningizni ham olib ketaverasiz. Ovqat zo'r bo'libdi, shokolad bundan ham zo'r bo'libdi. Qani? Olinglar. Biz shaharga ketaverasiz endi, ketaveradimi endi? Xo'p. Mayli. Sizlar bemalol yeb o'tiringlar. Hozir kelaman. Hozir.
Men qara. Sen ochapatmisan dedi. Mana shu ovqatni oldi. Mana ovqat qo'ya qol. Mana shuni o'zing ol. Ya. Go'shtni bir nima bo'lar? Ya ovqatingni ye. Qalar, loy tayyor bo'ldi. Loy tayyor bo'ldi, nima qilay? Nima gap? Loy tayyor bo'libdi. Loy tayyor bo'ldi. Loy tayyor bo'ldimi? Bo'ldi. Men qarang. Loy tayyor bo'lgan bo'lsa juda yaxshi bo'pti. Siz borki, loyni shunday paqirga solasizda, o molxonani burchagidan suv urasiz, devorga ishqalab. Chap urasizda, qo'lingiz bilan nim qilsangiz, shu olib ketadi, xo'pmi? Bog'dacha, hozir ovqat yeb olaylik, biz ham siz oldiga borib qarashamiz, xo'pmi? Ha, boravering, hozir bor. Ha. Kattaroq hozir boramiz, ovqat yeb olaylik. Ha. Ha, olavering. Ovqat yeyaptilar. Qo'lingni turmasin. Dimlamamisan, dimlama bo'pti. O'g'lim, Ota, nima qilyapsan? loy shuva qilyapman. Yoshmi? Ha, ustalar qani? Ustolar choy ichib o'tibdi. Choy ichib o'tiribdi. Ha, ustalar. Yo, ota keldi. Bu yoqqa kelman menga. To'xta, nima qilyapsan sen? O'zimizniki-ku ota. Tezroq qilay axir. Tashlama. Bor qo'lingni yu. Ya. Abo nima qilib ishlab o'tiribsiz? Kim aytdi sizga? Menimcha Serhat. Senlar aytgan. Men shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi ishlatishga. Menga qara, o'yin qilmanglar. Avvalosi, senlar ustami, bu ustami? Undan keyin bu yerdan emas, nariyoqdan boshlash kerak deyishdi. Bu nimasi? Qip-qizil muttaham ekansanlar-ku, ha? Otaxon, muttaham deyapsizmi bizni? Avvalo muttaham o'zingizsiz. Men qarang, haliginda xo'rozni so'ydim deysiz. Ha, xo'roz ana yurtbek-ku. Ana yurtbek. Ana quloqqa tepishlarmi? Menga qara, gapni ko'paytirma. Xo'rozimni so'ygandan keyin qo'shni xo'rozi tovug'imga chiqib yuribdi. Nima bo'ldi shunga? Nima?